Allah Taala adil ve nihayet şefkatli. Bunda bo'lgan ekan bu şefkatlik Allah nima uchun dunyoda yomonliklarni yaratadi? Yer tarvash va turlik azob uqubatli kasalliklar va kichik bolalarning o'lib ketishi va Xitoy virus qatorliq turlik azob uqubatlar nima uchun beshimizga keladi? Mehribon Allah Taala yer sharidagi buncha zulmlarni nima uchun to'smaydi? Nima uchun bunga yo'l qo'yadi? Nima uchun zolimlarni halok qilmaydi? Bu savollarning to'g'ri javobini topolmaslik nurg'ulg'an musulmonlarning dinda shakllanishiga sabab bo'ladi. Darvaqa tarixda mushuning o'xshash vabo tarqagan mezgillarda urush davrida dinsizlashish, dindan chiqib ketish ahvoli nihoyat ko'p bo'lgan. Biz bugungi darsimizda bu savollarning javobi haqida to'xtalamiz. Bu meselede oldulan biz dünyadaki haltimizni tushunishimiz kerak. Biz nima ish qildik odamlar? Nima uchun tug'ildik? Nima uchun o'lamiz? Bu savolga Alloh taolo Qur'on Karimda nihoyat aniq qilib javob berib, "Allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Biz hayotlik va o'limni sizlarning qaysinglarning eng yaxshilarini qildiganligini imtihon qilish uchun yaratdik deydi. Demak, bizning dunyodagi holatimiz imtihon maydonidagi holat. Bu imtihonning maqsadi dunyodagi insonlarning qaysining eng yaxshilarini qildiganligini ayirish. Unda bo'lgan ekan, kimning yaxshi qildiganligini bilish uchun bu yerda yomonlik bo'lishi kerak. Kunduzni bilish uchun kecha bo'lishi kerak. Egizni bilish uchun paka bo'lishi kerak. Sexiylikni, mardlikni bilish uchun faqirchilik bo'lishi kerak. Shuning o'xshash haqiqat yo'lida kurash qildiganlarni bilish uchun zolimlar bo'lishi kerak. Agar ochlik bo'lmasa, to'qlik nima, qandoq bilamiz? Agar azob bo'lmasa, huzur nima, qandoq tushunamiz? Dal shuningga o'xshash yaxshi ishlarni bilish uchun uning qishida yomon ishlar bo'lishi kerak. Shuning uchun Alloh taolo yaxshilik va yomonlikni yaratib, biz qaysini xohlasak qila oladigan ixtiyorlikni bizga berdi. Agar Alloh taolo insonni dunyoda yomon ishlarni qilolmaydigan, boshqalarga zulm salolmaydigan holatda yaratgan bo'lsa, bu yerda insonning ixtiyorligi cheklangan bo'ladi. Insonning ixtiyorligi cheklansa, bu qanday imtihon bo'ladi? Pichoq bor, tapancha bor, har xil yomon ishlarni qilgan vositalarning hammasi bor. Ammo qilish qilmaslik bu bizning ixtiyorligimiz va imtihonimiz. Agar Alloh taolo dunyoda kishilarga zulm qilgan zolimlarni darhol shu hamon to'ssa, bu imtihon qoidasiga zid emasmi? Chunki imtihon maydonida o'quvchi xatolasimi, komissiyalar bunga aralashmaydi. Agar aralashgan hamon bu imtihon qoidasiga xiloflik qilgan bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda "Va nabluukum bish-sharri val khayri fitna" biz sizlarni yaxshilik va yomonlik bilan imtihon qilamiz deydi. Hisob kitob, savol so'roq imtihon tugagandan keyin, ya'ni qiyomat kuni qilinadi. Shuning uchun har bir musulmon esidan chiqarmaslik kerakki, zulm qancha haddidan oshsa oshsin, yomonliklar qanchalik ko'payib ketsin, hargiz nima uchun Alloh taolo bu yomonliklarga yo'l qo'ydi? Nima uchun Alloh taolo bu zolimlarni to'smaydi deb Allohga isyon qilishdan saqlanaylik. O'zimizning imtihon maydonida ekanligini har vaqt unutmaylik. Bu ishlar qarta tutgan bizning pozitsiyamiz imtihonning bir savoli. Bu zulm cho'qim tugaydi. Buning hisob kitobi cho'qim qilinadi. Bu filmning texi oxiri bor. Undaqda dunyodagi insonlarning hammasi ojiz keladigan Xitoy virusi va yer tarvashga o'xshash umumiy ofatlar nima uchun beshimiz keladi? Bu umumiy ofatlar Allohning oyatlari. Alloh oyatlarini ba'zi kishilarning ibrat elishi uchun, ba'zi kishilarni ogohlantirish uchun avatidi. Bizning bu ofatlar qarta qilishga tegishli vazifamiz Allohning deganini qilish, Allohga qaytish va Allohga tavba qilish, ibrat elish. Bu tarafdan qaragan vaqtimizda bu ofatlar Allohning bizga qilgan bir rahmati. Chunki Alloh taolo bizni agar azoblashni xohlagan bo'lsa Allah taala %% odam o'ldigan virus emas, %100% odam o'ldigan virus avatgan bo'lar edi. Agar Alloh taala insonlarni qilmishlari tufayli dunyoda jazolagan bo'lsa edi, Alloh taala yer yuzida bir tal jonliqni qo'ymas edi. Alloh taala Qur'on Karimda "Va la yu'akhidullohu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma." Agar Alloh taala kishilarni dunyodagi qilmishlari tufayli dunyoda jazolagan bo'lsa edi, Alloh taala yer yuzida bir tal jonliq qo'ymagan bo'ladi. Lekin Alloh taolo ulardan hisob elishni ma'lum muddatgacha kechiktirdi. Mehribon Alloh taolo kasalga o'xshash yomonliklarni bizga nima ish qiladi? Biz odatda bizga normalda tegadigan kasallarni yomonlik deb bilamiz. Amaliyotda kasal mutlaq yomonlikmi? Men buningga old bilan bir misol beray. Aynakning keynini qorda bo'yash bu aynakka nisbatan yomonlik, ya'ni qamlashmagan ish bo'lishi mumkin. Ammo aynakning keynini qor bo'ygan vaqtimizda u aynakda biz aks etamiz. Ya'ni biz o'zimizni ko'ralaymiz. Dal shuningga o'xshash kasal bo'lgan vaqtimizda biz u kasalda o'zimizning ojizligini, Allohning shofiligini ko'ralaymiz. Allohning shifolik berguchi degan sifati aks etadi. Namoyon bo'ladi. Agar kasallik deydigan bir narsa bo'lmasa, shifolik bo'lmaydi. Demak, bu nuqtadan qaragan vaqtimizda kasallikning bizning yaratilish g'oyamiz bo'lgan Allohni tunishga bizni undaydigan ilohiy signal ekanligini ko'ralaymiz. Uningdan boshqa kasalning yana nurg'un hikmatlari bor. Masalan, kasal ba'zi kishilarni gunohidan poklash uchun bo'ladi. Ba'zi kishilarni Allohga yaqinlashtirish uchun bo'ladi. Ba'zi kishilarni oxiratdagi o'rnini yuqori ko'tarish uchun bo'ladi. Bularning hammasi hadisda bayon qilinadi. Alloh
hech ishni abas, ya'ni foydasiz, hikmatsiz yaratmaydi. Undaqda kichik bolalarning o'lib ketishini qanday tushunamiz? Ularda nima gunoh? Kichik bolalarning o'lib ketishi atrofdagilarga nisbatan ibrat, ota-onasiga nisbatan oxiratdagi o'rnini yuqori ko'tarish uchun imtihon. Bu bolaga nisbatan cheksiz rahmat. Chunki Alloh taolo u bolaning ota-onasini imtihon qilish uchun va atrofdagilarga ibrat qilish uchun u bolani dunyo imtihoniga qatnashtirmadi. Va shundaqla hayoti dunyodagi 50-60 yillik hayotini elib, uningga oxiratdagi cheksiz hayotni berdi. Agar bular imtihon bo'lsa, Alloh taolo bizni yaratib nima uchun imtihon oladi? Alloh taolo o'zining ilmi, qudrati va kuchini namoyon qilish uchun insonlarni yaratib, ulardan imtihon oladi. Bu Alloh taoloning hikmat bilan ish qiluvchi degan sifatining taqozosi. Chunki bir iqtidor sohibi shu iqtidorni ish qilmasa, bu hikmatsiz ish qilgan bo'ladi. Masalan, bir doktorligini qilmasa, bu hikmatsiz ish qilgan bo'ladi. Hikmat uning iqtidorini namoyon qilishni taqozo qiladi. Dal shuningdek Alloh taolo bizni yaratib imtihon qilish orqali o'zining ilmini, qudratini namoyon qilganligi Allohning kamoli hakim, ya'ni hikmat bilan ish qiluvchi degan sifatining taqozosi va isboti. لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر نسير